Neymar Junior haqida 70 ta fakt. Qani ketdik. Neymar 1992-yil 5-fevral kuni tug'ilgan. Neymar Cristiano Ronaldo bilan bir kunda tug'ilgan. Uning asl ismi Neymar da Silva Santos Junior. Neymar Braziliyaning Santos klubida tarbiyalanuvchi bo'lgan. Futbolchining ilk professional jamoasi ham aynan Santos hisoblanadi. Neymar 2010-yildan 2012-yilga qadar Braziliya chempionatining eng yaxshi hujumchisi bo'lgan. Neymarning bo'yi 1.75 cm hisoblanadi. Neymar asosan 10-raqamda to'p suradi. Uning dastxati shunday ko'rinishda. 2013-yili Barselona Neymarni sotib oladi. Transfer summasi 86 million yevroni tashkil qiladi. Neymarning Barselonadagi debyut o'yinida jamoa 7-1 hisobida g'alaba qozongan. Juda ko'p futbol muxlislari Neymarni fintlar qiroli deya atashadi. Ammo Neymarning o'zi ham Ronaldinyoga muxlislik qilgan. 2011-yilda Neymar 18 yoshida ota bo'ldi. Futbolchining o'g'lining ismi David da Silva Santos. Neymar Barselonada 4 mavsum to'p suradi. Hujumchi ushbu mavsum oralig'ida Barselona uchun 100 dan ortiq gol urdi. Neymar 2015-yili Oltin to'p uchun eng loyiq futbolchi bo'ldi. Biroq France Football Oltin to'pni Leo Messiga topshirib yubordi. Neymar UEFA Chempionlar Ligasining chorak finalida ham, yarim finalda ham, qolaversa finalda ham gol urgan eng birinchi futbolchiga aylandi. Neymar Olimpiada tarixida eng tez urilgan gol muallifiga aylandi. UEFA Chempionlar Ligasida Barselonaning eng tez hat-trigini amalga oshirdi. 2017-yilda futbolchi Paris Saint-Germain a'zosiga aylanadi. Braziliyalik futbolchini fransuzlar naqd 222 million yevroga sotib oldi hamda bu tarixdagi eng qimmat transferga aylandi. Futbolchi Fransiya chempionatida juda ko'p marotaba jarohat oladi. Neymar 2011-yilda Pushka mukofotini ham qo'lga kiritgan. Neymarning PSG safidagi ishtiroki Barselonadagidek muvaffaqiyatli bo'lmagan. Futbolchi Paris Saint-Germain jamoasi bilan UEFA Chempionlar Ligasi finalida ishtirok etdi, lekin finalda Bavariya jamoasi Paris Saint-Germainni mag'lub qildi. Neymar PSJda Kylian Mbappe bilan juda yaxshi munosabatlar tuza olgan edi, lekin jamoaga Messi kelganidan so'ng ularning do'stligi buzila boshlaydi. Neymar Paris Saint-Germain jamoasida 120 ga yaqin gol urgan. Neymar PSG safida umumiy 13 ta sovrinni qo'lga kiritdi. Neymar 2023-yili Fransiya jamoasini tark etdi. Neymarning 4-jamoasi Al Hilolga aylandi. Al Hilol klubi futbolchini 90 million yevroga sotib oldi. Ayni paytda Neymar Al Hilolda ham jarohat olgan. Neymar faoliyatidagi uning eng baland maoshi 110 million yevrodan oshiq bo'lgan. Futbolchi 2023-yilda eng ko'p pul topuvchi futbolchilar qatorida 3-o'rinni egallamoqda. Neymar 2023-yilda Braziliya terma jamoasida Pelening golli rekordini yangiladi. Shu sababli Neymar termaning eng yaxshi futbolchisi deb aytilmoqda. Braziliyalik futbolchi shu vaqtgacha juda ko'p qizlar bilan ishqiy munosabatlarda bo'lgan. Ularning orasida eng mashhuri Bruno Biancardi. Ma'lumotlarga ko'ra, Neymar Junior Paris Saint-Germain futbolchisiga aylanganidan so'ng Bruno Biancardi bilan gaplashib kelgan. Neymar hattoki Bruno Biancardi bilan bolali ham bo'ldi. Neymar ijtimoiy tarmoqlarda super faol emas, lekin uning Instagram platformasida 220 millionga yaqin obunachilari bor. Bizning kanalimiz 20 mingta obunachi to'plashi uchun esa yana 2 mingta obunachi kerak bo'lmoqda. Shunday ekan, yangi kuzatuvchi bo'lsangiz obuna bo'ling, chunki har bir obunachi biz uchun juda qadrli. Joriy yili Neymarning Barselonaga qaytishi bo'yicha yangiliklar paydo bo'ldi. Ammo Neymarning o'zi Santos jamoasiga qaytib faoliyatini yakunlashni reja qilgan. Neymarning eng yaqin do'stlari Leo Messi, Cristiano Ronaldo hamda Dani Alves. Neymarning garajida 10 ga yaqin juda qimmat mashinalar mavjud. Uning eng qimmat mashinasi bu Bentley. Futbolchining agenti Neymarning otasi. Neymar yoshligida Real Madrid akademiyasiga tashrif buyurgan, lekin yakunda u Barselona futbolchisiga aylandi. Qatarda bo'lgan jahon chempionatida Neymar kutilganidek to'p sura olmadi. Aynan shuning uchun ham Neymar jahon chempionati 2026 da ham ishtirok etmoqchi. Xabarlarga ko'ra, riyodliklar Neymarga bir necha mashina sovg'a qilgan. Albatta, Neymar ham Arabistonda Ronaldo kabi hashamatli uyda yashamoqda. Neymar o'yin o'ynashni juda yaxshi ko'radi.
Dota o'yini futbolchining hobbisiga aylangan. Neymar unga nisbatan qilingan barcha nohaqliklar uchun doim o'z munosabatini bildirgan. Bunga misol qilib PSG muxlislarining uning uyi oldida qilgan mitingini aytsak bo'ladi. Muxlislar haqoratidan so'ng braziliyalik Fransiyada qolishni xohlamadi. Neymar eFootball, Red Bull, Dota hamda Nike kompaniyalari uchun ambassadorlik qiladi. Neymar bir necha loyihalarda Cristiano Ronaldo bilan suratga tushgan. Kadrlardan bemalol aytsak bo'ladiki, ularning munosabatlari yomon emas. Aynan shuning uchun ham ular Instagram platformasida bir-birlari bilan do'stlashgan. Neymar asosan yaqinlarining maxsus kunlariga yaqin vaqt oralig'ida jarohat oladi hamda bayramlarni o'tkazib yubormaydi. Biroq futbolchining oxirgi jarohatidan aniq bo'ldiki, Neymar ushbu jarohat orqali naqd 9 oy maydonga tusha olmaydi. Hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari 20 mingta bo'lishi uchun bizga yana 2000 ta obunachi kerak bo'lmoqda. O'tgan dasturimizda bizga obuna bo'lgan barchaga katta rahmat aytgan holda shuni takrorlaymanki, agarda yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, kanalga hech ikkilanmay obuna bo'ling, chunki har bir obunachi biz uchun juda qadrli. Agarda ushbu rubrika asosida dasturlar ko'payishini xohlasangiz, layklaringizni ayamang. Kelasi dasturlarda qaysi futbolchi haqida 70 ta fakt bo'lishini xohlaysiz? Tanlovingizni yozib qoldiring. Like, obuna, komment uchun barchaga katta rahmat. E'tiboringiz uchun esa alohida rahmat.